Assalomu alaykum akalar. Ko'rishlar mumkin. Toshkentlik akalarimiz trendda yuribdi bugun, trendda. Mana xo'p, bu kampirimiz ko'rishlar mumkin. Novvoslarning rasmini tushirib berganmiz, hatto chopqa boltalarigacha. Bitta chopqa, bolta, 2 dona pichoq novvos rasmlarini tushirib, hatto latun kallalarni ham novvoschidan qilib berdik. Orqalariga o'zlarini logotiplari bilan juda ham go'zal holatda turibdi. Ana 2 dona aqochishning pichog'i, 2 xil razmerda albatta. Mana katta kichik ko'rishlaring mumkin. Bunaqa chopqisi вообще go'zal holatda mana. Ruchkalari stabilka rossiyskiy yog'ochdan. Boltalari ham juda ham go'zal chiqqan akalar. Boltasi ham umuman suvaylarga ham temirga ham qaytmaydi. Mana o'zini o'tkiladigan nuskati, shkatulkalarigacha вообще go'zal holatda turibdi. O'tda ham chiroyli chiqqan, choylari kelgan. Juda ham go'zal holatda. Bunga bitta emas, 2 ta dokument qilib berdik. Bitta inglizcha, bitta o'zbekcha rus tilida. Mana chet elga ketar ekan akalarimiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, zakaz berish Telegram orqali akalar. Mana yetkazib beramiz.